Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun xudo xolasa navbatdagi zakazimiz tayyor. Samarqandga, Shahrisabzga. Xo'p, Samarqandga xudo xolasa 100 kvadrat aboyni kesib berganmiz. 3 xil variantda: seri, qaymoqrang va qora. Kley laklari bilan birga Shahrisabzga klinker chiqarib berdik. Xudo xolasa mana har bir yopishtirganda yarim kvadratga yopishtiriladi. Kesib qanaqa qilib yopishtirish hammasini ko'rsatib beramiz. Har biri yarim kvadratda. Mana shu ikkalasi 1 kvadrat hisoblanadi. Plastrlariga xudo xolasa oqidan где-то 10-12 kvadrat atrofida chiqarib berdik. Xudo xolasa kuzatib boraverasizlar. Montaj jarayonlarini ham sekin qo'yib ko'rsatib boraman. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun xudo xolasa navbatdagi zakazimiz tayyor. Samarqandga, Shahrisabzga. Xo'p, Samarqandga xudo xolasa 100 kvadrat aboyni kesib berganmiz. 3 xil variantda: seri, qaymoqrang va qora. Kley laklari bilan birga Shahrisabzga klinker chiqarib berdik. Xudo xolasa mana har bir yopishtirganda yarim kvadratga yopishtiriladi. Kesib qanaqa qilib yopishtirish hammasini ko'rsatib beramiz. Har biri yarim kvadratda. Mana shu ikkalasi 1 kvadrat hisoblanadi. Plastrlariga xudo xolasa oqidan где-то 10-12 kvadrat atrofida chiqarib berdik. Xudo xolasa kuzatib boraverasizlar. Montaj jarayonlarini ham sekin qo'yib ko'rsatib boraman.